Jigarlar bugun qanday qilib kompyuter yo noutbukda ekraniga xuddi mana shunaqa qilib jonli rasm qo'yishni o'rganamiz. Buni ko'pchilik bilmas ekan, sizlarga o'rgatib qo'yaman. Buning uchun Google'ga kiramiz. Google'ga kirganimizdan keyin yozamiz Lively Wallpaper. Mana shu sayt chiqadi, Microsoft Store'dagi. Shunga kirib olamiz. Shunga kirib olganimizdan keyin sketchat qilib yuklab ustanovka qilib olamiz. Keyin bunaqa rasm qo'yish uchun qanday qilamiz deganlarga mana shu ilova bo'ladi. Shu ilovani ichiga kiramiz. Hozir biroz qotyapti. Kirganimizdan keyin mana o'zida обычный bo'ladi, jonli fonlar. O'zingizga yoqqanini qo'shmoqchi bo'lsangiz, menga o'xshatib xuddi. Buning uchun nima qilasiz? Men Telegram kanalimga tashlab qo'yganman 5-6 ta yaxshi fonlarni. Bularni qanday qo'yamiz desak, mana saqlanib qolamiz bularni. Oson. Saqlanib qolamiz. Bu yerdan keyin plus tugmasini bosib, cho'ziya faylni bosib olamiz. Mana buni qo'yib olamiz. Biroz kutamiz. Bu yerda hech nimasiga yozib o'tirmaymiz. Shunchaki ok tugmasini bosib qo'yamiz. 5-6 sekund kutsak o'zi qo'yiladi. Hozir ko'rasizlar. Mana aralashtirdi. Qo'yib berdi mana jonli fon. Bemalol men Telegram kanalimga o'tib fonlarni qo'yib olishlaring mumkin. Tashlab qo'yganman 5-6 ta yaxshi fonlarni, shularni qo'yib olsalaring bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like